Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Ko'pchiliklarimiz uyimga, xo'jaligimga ishlatish uchun original 7 ot kuchli motoblok olmoqchiman. Shuning uchun ham senda qanaqa 7 ot kuchli motobloklardan boshini menga videoga qilgan ekanman. Endilikda Agroservislarga yangi partiyada 7 ot kuchli TX motobloklarimiz yangi partiyasi kirib keldi. Hozir bular qisqacha ma'lumotini hamda narx-navoni tashkil etib ketaman. Kimga kerak bo'lgan bo'lsa, ekran pastda nomerlarni qoldirib, panoqqa chiqarasizlar. Xohlaganlar yig'ilgan vaqt, xohlaganlarga pokka ortdan qilib beraveramiz. Xo'p, ko'pchilik kiramiz yozayotgan kameraga, uka, menga eng yaxshi bo'lsa ham quvvat tomondan, sifat tomondan eng baquvvat bo'lsin, 7 ot kuchli motoblok degan uchun Agroservis do'konlariga Germaniya texnologiyasi ishlab chiqargan TX motoblokdan yangi partiyasi kirib keldi. Xo'p, buni yoqil turlari bizim buklari 3 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Buni original degan sababi motorlari 170 F motor moddachilar bilan jihozlangan bo'ladi hamda korobkalari Toptokon 450 talik bo'ladi. Bugungi yo'llar zavodga orqali yangi tortga yurib bera oladi sizlar uchun. O'zida esa Master filtr ishlangan. Master filtr o'zi nima ekan uchun Master filtr motoblok oldingizmi qanaqa bo'lishini aytadi. Yo'q aylantirib qo'ygan bo'lsangiz, motoblogingizga motorni uzoq vaqtga xizmat qilishga yordam bera oladi. Motoblogingizga bo'ladi. Endi keladi ishlatib ko'rsatamiz. Xo'p, yurg'izishdan oldin albatta motoblogingizga oldiga qo'yib ko'rasiz. Xasoyda bo'lganda ko'pchilik buni shuni aytib ketaman video davomida. Xo'p, ko'rda bo'lsa, yurg'izda orqaga ham oldiga ham qarab turaveradi. Agar siz ko'zga turgan ortiq yurg'izib olsangiz, oldiga qarab ketaveradi, to'xtatamiz, faqat ushlab to'xtatishingiz mumkin bo'ladi. O'chirib qo'ying. Shuning uchun tekshirib olasiz. Oldiga orqaga yurg'izib oladi. Agar xasoyat ortsa, oldiga yurib bera oladi. Xo'p, aytdi. O'chirib olish bitta knopka orqali hisoblanadi. Aytib o'tgan bitta tekshirib olasiz. Xo'p, aytganlar o'tganmi ushlari yangi tortga zavat olib bera oladi. Xo'p, endi buni kishash ko'ramiz. Akalar ishlashdan kodlarni ishlashdan gap bo'lish mumkin emas, bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, aytib o'tdim, usullar zavodni orqali yangi toshga zavat olib bera oladi. Oldiga ikkitadan orqaga ikkita uskunalar mavjud bo'ladi. Xo'p, komplektda chiqqan narsalari 4.8 qator bo'lgan pichoqlar bo'ladi. Har biri bo'linadigan original pichoq hisoblanadi akalar. Yoki maslahat 7 ot kuchli TX motoblokni olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ekran pastda nomerlarni qoldirib panoqqa chiqarasizlar. Hamda siz mana shu videoni ko'rib o'tirib, videoga hozirroq bitta like tugmasini bosib, kommentariya kirib hozirroq omad yozib qoldiradigan bo'lsangiz, do'konimizga kelganingizda aytib o'tilgan narxlardan oz kamlar hal qilib beramiz, hatto muzlar qilib ketasizlar. Xo'p, muzlarni ko'rsatamiz hozir. Ko'rishinglar mumkin. Do'konga keladi, o'ziga qo'ygan xarid qilgandan so'ng to'g'ridagi barabandan entirasiz. Barabanda nima tushadigan bo'lsa, xuddi shu ham mutlaq ottekinga berib yuboramiz. Xo'p, ko'rishinglar mumkin. Barabandimizda 100 kg sog'oramiz bor, ko'rib turasizlar. Direkt barkarga shurpovoy nima shular haqqingiz mutlaq ottekinga berib oladi. Bir marta aylantirasiz xohlagan tomonga. Xo'p, shurpovoy tushadimi, pichalka tushadimi, mana shunday barkarkalar tushadimi, nima shunaqa qilsangiz mutlaq ottekinga olib ketasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Manzilimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i, Agroservis do'koni. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'lasizlar.